Esselamu Aleyküm aziz dostlar. Yine bugün Stennekat yolumuzu devlinesi götürmükteyken gelip devlinelerini götürüp yakıp kızdırıp graduslarını 55 gradusa düzüp 55-60 gradusa düzüp nastroga getib beryapmiz. Onun sebebi imanteynde nasuzu var. Nasuzunu ligropkesi kontaktını sılabilashganligi sababli devlene götürmüp degan. Şunu taxalasa eğer uyun egasi hozir yo'q ekan, uyun egasi bilan telefonlashib uzattiramiz, uni ham uzatib taxlab beramiz. Aziz do'stlar, ko'ri bu Stennekat yo'ldan bo'lmaydi. Nasuz devlene itilmasa devlene berib tushib ketaveradi. Yine gelip çok gelip taxlab berdik. Endi sal rasudundan kaçmayın, nasuzunu relelerini hammasini düzdürüp ezebep taxlatsa, xudo xolasa keyin xudo xolasa yana ish beradi. Eğer undan taxlamasa, bunu toza nasuz bosamiz. Nasuz ham xorigan, sabab ko'p vaqtdan ta'mir ishlatilgan nasuz. Shuning uchun aziz do'stlar, qat yo'llaringizga qarab tushunmasangiz shunday spetsialistlarni chaqirib ko'rsatishingizni tavsiya etaman. Yine ko'p vaqtdan beri yoqib o'tdik, yine yoqib ajoyib taxlab berdik. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda turgan nimalarga murojaat etaverasizlar. Stennekat yo'llaringiz bormi, otobinlaringiz bormi? Qo'llangancha professional darajada borib ko'rib o'lchab ajoyib taxlab beramiz. Sog' bo'linglar.